Assalomu alaykum. 2025-yil tarixdagi eng issiq yoz bo'ladimi? Bu yil bizni qanday ob-havo kutmoqda? Shu kabi savollar bilan O'zgidromet mutaxassisi Shahriyor Omonov bilan qisqa suhbat uyushtiramiz. Shahriyor aka, 2025-yilning yozida bizni qanday ob-havo kutyapti? Bahor faslining oxirgi 2 aprel va may oylari nisbatan me'yorlardan biroz yuqori bo'lganligi sababli ko'pchilik yurtdoshlarimiz bu savol bilan hozirda qiziqishmoqda. Umumiy olganda prognozlar qisqa muddatli va uzoq muddatli prognozlarga bo'linsa, qisqa muddatli ya'ni 2-5 kunlik prognozlar tuziladi. Uzoq muddatli prognozlarga 10 kunlik, 1 oylik yoki bo'lmasa fasllar uchun, yillar uchun prognozlar tuziladi. Qisqa muddatli prognozlar o'zini oqlash darajasi nisbatan uzoq muddatli prognozlarga nisbatan yuqoriroq, masalan 90-95% o'zini oqlashi mumkin. Bu yil yoz fasli o'rtacha ko'p yillik me'yorlardan 1-2 darajaga balandroq bo'lishi mumkin. So'nggi yillarda yoz fasllari nisbatan quruq, haroratlar yuqori yoki bo'lmasa o'sha qish fasllarida, qish oylarida haroratlar keskin tushib ketadigan, anomal hodisalar kuzatiladigan, anomal Haroratlar tez-tez kuzatiladigan holatlar uchrab turibdi. Shu nuqtai nazarda hozir 2025-yilning boshida Tinch okeanining ekvatorial qismida uzoq davom etgan El Nino hodisasi tugadi. Bu hodisa, ya'ni El Nino hodisasi kuchli va uzoq davom etganligi uchun hozirgacha o'sha yer yuziga o'z ta'sirini ko'rsatib turibdi. Bu esa o'sha O'zbekistonda yoz oyining biroz me'yorlardan 1-2 darajaga yuqori bo'lishini ko'rsatadi. Yoz oylarini haroratiga umumiy to'xtaladigan bo'lsak, bitta fonda masalan O'zbekistonda harorat 36-38 yoki bo'lmasa 40-42 yoki 35-40 daraja deyish biroz murakkab, chunki respublikamiz hududi bo'ylab masalan tog' oldi va tog'li hududlarda biroz salqinroq havo haroratlari kuzatilishi mumkin. Masalan 35-38 daraja atrofida yoki janubiy qismlarimizda masalan Surxondaryo, Termiz, masalan janubiy Sherobod tumanlarida yoki o'sha cho'l hududlarimizda nisbatan yuqori haroratlar, masalan 40-42 daraja haroratlar ham kuzatilishi mumkin. Bu O'zbekiston hududining iqlim sharoitidan kelib chiqib, o'sha tog' oldi va tog'li hududlar, past tekisliklar yoki bo'lmasa cho'l hududlariga qarab o'sha haroratlar o'zgarib boradi. 36-39 deganingiz bu o'rtacha harorat. Umumiy fonda 36-39 daraja deganimiz bu o'sha umumiy holat. Endi ayrim kunlar eng issiq bo'ladigan hududlarda nechi bo'ladi harorat? Eng issiq bo'ladigan hududlarda ekstremal qisqa muddatli 40-42-43 daraja kuzatilishi mumkin. Me'yorlardan 3-4 darajagacha, o'sha o'rtacha ko'p yillik me'yordan 3-4 darajagacha yuqori haroratlar kuzatilishi mumkin. Masalan, o'rtacha ko'p yillik me'yorimiz 38 daraja bo'ladigan bo'lsa, masalan o'sha hududda eng issiq kuzatiladigan vaqtga kelib o'sha 42-43 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Biz tez-tez anomal degan so'zni ishlatyapmiz. Shahriyor aka, mana qishda nisbatan o'sha anomal harorat kuzatiladi deymiz yoki yoz oylarida anomal issiq bo'lishi mumkin degan so'zlarni ko'p ishlatadigan bo'ldik. O'zi umuman anomal degan iborani biz qanday ob-havo sharoitiga nisbatan qo'llashimiz kerak? Anomal hodisa shunday bo'lishi mumkinki, har bir ko'rsatkichga nisbatan ishlatishimiz mumkin. Masalan, shamol, kuchli shamolga yoki bo'lmasa qurg'oqchilik, anomal qurg'oqchilik, anomal yog'inlar, kuchli yog'in, intensiv kuchli yog'inlar bo'lishi mumkin. Yoki o'sha haroratning keskin ko'tarilishi yoki keskin pasayishi. Harorat negizida qaraydigan bo'lsak, ko'p yillik me'yorlardan 8 darajaga pastga tushishi yoki 8 darajaga yuqori bo'lishi bu anomal hodisa deb yuritiladi. Bu yil bizni hozirgi vaqtda aynan anomal issiqlik yoki anomal hodisalar kutyapti deyish biroz murakkab. Chunki buni asosiy sababi anomal hodisalarni 3-5 kun yoki uzog'i bilan bir hafta 10 kun oldin sinoptiklarimiz kelayotgan ma'lumotlar asosida prognoz qilib berishi mumkin. Lekin hozirgi vaqtda aynan yozning falon qismida falon oyda anomal hodisalar kutyapti bizni deyish noo'rin hisoblanadi. Aynan yoz chillasida qisqa muddatga 2-3 kunlik yoki 1-2 kunlik me'yordan yuqori haroratlar, anomaliya hodisalari ko'rsatkichlar kuzatilishi mumkin. Shu bilan birga chang bo'ronlari ham ko'proq kuzatilyapti. Bizda oxirgi yillarda yaqinda ham kuzatildi. Chang bo'ronlarining kuzatilishiga nimalar sabab bo'ladi va bu yilgi yozda ham o'sha chang bo'ronlari kuzatilishi mumkinmi? Bu ham bevosita o'sha iqlim o'zgarishiga bog'liq. Haroratlarning me'yordan yuqori bo'lishi, tuproqdagi namlik darajasi tushib ketib, joyida sodir bo'ladigan shamollar orqali o'sha yer sirtidagi tuproqlar uchib o'sha chang bo'ronlarini hosil qiladi.
yog'ingarchiliklar agar ko'proq kuzatiladigan hududlarda, masalan, chang bo'ronlari kamdan kam holatlarda kuzatiladi. Bu kabi o'sha chang to'zon yoki ekstremal holatlar kuzatiladigan bo'lsa, haroratning ko'tarilib ketishi, haroratning tushishi yoki kuchli yog'in kabi holatlar kuzatiladigan bo'lsa, Gidrometeorologiya agentligi xizmati albatta o'sha xalqimizni muntazam ravishda ogohlantirib borishadi. Hozirgi vaqtda ekstremal ko'rsatkichlar haroratning tushishi yoki haroratning ko'tarilishi yoki kuchli shamol, chang bo'ronlari kabi aynan ekstremal holatlar yo'q. Haddan tashqari haroratlar ko'tarilib ketadigan vaqtlarda, ya'ni ekstremal holatlarda, qisqa muddatli holatlarda yurtdoshlarimizga ertalab, masalan, oddiy misol qilib, ertalab soat 9-10 dan keyin quyosh nurida iloji bo'lsa yurmaslikni, 4-5 atrofigacha quyosh nuriga to'g'ridan to'g'ri chiqmaslikni yoki bo'lmasa ko'proq suyuqlik ichishni va tog' yonbag'irlarida dam olishlarga ko'proq chiqib turishlarini, salqin joylarga ko'proq borib turishlarini tavsiya qilamiz. Shahriyor aka, bugungi ma'lumotlar uchun sizga rahmat. Guvohi bo'lganingizdek, bu yil yoz fasli O'zbekistonda me'yordan 1 yoki 2 daraja yuqori bo'lishi va bu hech qanday odamlarning sog'lig'iga yoki faoliyatiga keskin ta'sir ko'rsatadigan darajada bo'lmasligi ma'lum qilindi. Voqealar rivojini yuz-o'zida kuzatib boring.